Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning buyumlari. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh, Alloh, Alloh. El qo'lga kiritilgan buyumlar, makondagi eng pok va buyumlar ichidagi eng sharafli narsa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muborak sochlaridir. Ushbu sochlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bir bo'laklari bo'lgani uchun ham sharaflidir. Mashalloh. Bismillah. 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 Allohu akbar. Ushbu sochlarni hech bir vositasiz ham ko'zlarimiz bilan oson ko'ra olamiz. Bu sochlar buyumlar ichidagi eng pok narsa, chunki u Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muborak jasadlarining bir bo'lagidir. Tarixda Rasululloh sochlarini qisqartirgan paytlari sahobalar uni olishga oshiqadilar. Hatto tahoratdan oqqan suvlarni ham shunday qilishar va keyin uni o'zlari ehtiyotlab saqlar edilar. Shunaqa. Ha, albatta. Keyinchalik ushbu sochlar ba'zi oilalar qo'lida otadan farzandga o'tib, bizni kunimizda ushbu muborak makonga yetib kelgan. Rasululloh alayhisolamning sochlarini 4 ta olasi. Bu 5 ta emas, balki 4 ta. Shunday. Bismillah.